Şərq Türkistan işğal qılınan zimin degan temada məxsus doklad tayyorlashga mutaxassis taklif qilish uqtirishi. Zo'ravon Xitoy kommunist hokimiyatining vatanimiz Şərq Türkistan'da yillardan beri yurgizib kelayotgan milliy zulm siyosati 2017 yildan boshlab Şərq Türkistandagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik turkiy millatlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat tusini oldi. Buning natijasida Şərq Türkistan masalasi, jumladan Uyg'ur milliy da'vosi dunyoga misli ko'rilmagan darajada to'nildi va rasmiy xalqaralashdi. Millatimiz tarixdagi eng xatarlik vaziyatda bo'lishiga qaramay, dunyo vaziyatida yuz berayotgan o'zgarishlar bizga bir tarafdan yangi umid va fursatlarni yaratsa, yana bir tarafdan milliy da'vo ishlarimizning mundan keyingi taraqqiyoti uchun bizdan yangi yo'l, yangi usul va yuqori saviyalarni talab qilmoqda. Hozirgacha Şərq Türkistan davosining dunyoga yetarlik darajada to'nilib ketilmasligi, shuningdek Xitoy kommunist hokimiyatining Şərq Türkistan haqida Şinjan azaldan Xitoyning ayrilmas bir qismi, Şinjan masalasi Xitoyning ichki ishi deb kelganligi hamda xalqaro ahdnomlarga qatilish va davlatlar bilan bo'lgan diplomatik munosabatlardami bu shartlar qabul qilinganligi uchun xalqaro jamiyatmi Şərq Türkistan masalasini Xitoy davlatidagi oz sonliq millatlarning kishilik huquq masalasi deb to'nib kelgan edi. Lekin Şərq Türkistan masalasi oddiy holdagi bir kishilik huquq masalasi va yoki oz sonliqlarning zulm uchrash masalasi emas, balki Xitoylar tarafidan besib olingan bir zimin, ya'ni davlatning egalik huquqi masalasidir. Şərq Türkistanning mustamlik zimin ekanligi biz Uyg'urlar uchun munozir talab qilmaydigan haqiqat. Afsuski, dunyoning ishlari bizning hissiyotimizga boqmaydi. Birleşken Devletler Teşkilatı ve onun a'zo devletlerinin Şərq Türkistan'ın besivlangan zimin yani devlet ekanligini e'tirof qilishi, xalqaro ahdnomalar ve Xitoy devleti bilan bo'lgan munosabatlarga bevosita berib taqiladigan intayin nozuk ve cho'ng bir masala bo'lg'achqa, bugungi dunyoviy sistemalar ve dunyo devletleri uchun bu biz o'ylagandek undaq oddiy ve oson ish emas. Bu sebepten bizning Şərq Türkistan'ның Xitoylar tarafidan ishg'ol qilingan zimin ekanligi haqida tarixiy faktlar va xalqaro qonun asoslari bilan mukammal bir ilmiy doklad tayyorlab dunyoga taqdim qilishimiz, dunyoning qoyilligini qo'lga keltirishimiz zarur bo'lmoqda. Navbatdagi xalqaro vaziyat va milliy da'vo ishlarimizning kelajak taraqqiyoti bizdan buni taqozo qilmoqda. Şərq Türkistan'ның ishg'ol qilingan zimin ekanligi haqidagi ilmiy dokladni dunyoga e'lon qilishga turtki bo'lgan sabab va zaruriyatlar tuvandikicha. Birinchi, Şərq Türkistan'ның ishg'ol qilingan zimin ekanligi haqidagi paketlik doklad orqali Şərq Türkistan masalasining kishilik huquq masalasi emas, balki besib olingan bir zimin, ya'ni davlatning egalik huquqini asliga keltirish masalasi ekanligini hujjatlar bilan isbotlash hamda milliy harakatimizning xarakteri va yo'nalishini keskin va aniq qilib bekitish. Ikkinchi, Xitoy kommunist hokimiyatining Şərq Türkistan haqidagi Şinjan azaldan Xitoyning ayrilmas bir qismi degan safsatisini paketlar bilan bechit qilish. Şərq Türkistan'ның mustamlika zimin, Xitoyning bo'lsa ishg'oliyatchi hokimiyat ekanligini tarixiy va qonuniy asoslar bilan o'tirib qo'yish. Uchinchi, Şərq Türkistan masalasini 1960-yili Birleşken Devletler Teşkilatı tuzib e'lon qilgan mustamliksizlashtirish ahdnomasining qarorlariga tatbiqlash imkoniyatini yaratish. Shuningdek, Şərq Türkistan davosining qonuniyligi va haqqoniyligini kafolatga qilish. To'rtinchi, Kommunist Xitoy hokimiyatining Şərq Türkistan xalqi ustidan yurgizib kelayotgan zulm siyosati va bugungi irqiy qirg'inchiligining hargizmi Xitoyning ichki ishi emasligini va mushu asosda xalqaroning Şərq Türkistan masalasiga bevosita aralashishi va hatto zarur tepilganda Xitoyga harbiy kuch ishlatishiga qonuniy yo'l hozirlash. Masalan, Kosovo, Bosniya masalasiga o'xshash. Buning qo'shimcha qilib, biz bilan taqdirdosh bo'lgan Tibetlarning bu sohadagi tajribalarini esimizga olsak, masalaning zaruriyati va muhimligi yanada oydinlashadi. Tibet davosi Uyg'ur davosidan burun dunyoga to'nilgan va dunyoviy zo'r qo'llashga erishgan davo edi. 1911-yili Qing sulolasi gumron bo'lganda Tibetlarning mustaqil bo'lganligini, 1951-yili kommunist Xitoy hokimiyati qonliq urushlar bilan mustaqil Tibet davlatini qayta besib olganligini butun dunyo bilatdi. Shundoq bo'lishi qaramay, Tibetlar bir qancha yil sarf qilib, Tibetlik va chet ellik tadqiqotchilarni uyushtirib, nurg'un mablag' selib, Tibetning Xitoy kommunist hokimiyati tarafidan ishg'ol qilingan zimin ekanligini dalillaydigan mukammal doklad tayyorlab chiqib va bu asosda Tibetning egalik huquqini qo'lga olish va dunyoning e'tirof qilishini qo'lga keltirish uchun kurash qilmoqda. 2020-yili Amerika parlamentida tunji bo'lib, Tibetning Xitoy kommunist hokimiyat tarafidan ishg'ol qilingan zimin, ya'ni davlat ekanligi haqidagi qarorning ma'qullanishida bu dokladning roli nihoyat zo'r bo'lgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu xizmatning muhimligi, ta'xirsizligi va salmig'i
shuningdek masalaning tarix, xalqaro qonunlar ham boshqa sohalarga berib taqiladigan murakkabligini nazar tutib, buni bir cho'ng tadqiqot temasi, ya'ni projekt sifatida ishlashni uyg'un ko'rdik. Buning uchun biz oldi bilan xalqimizga ochiq-oshkor e'lon berib, o'z ichimizdan yetishib chiqqan olim, tadqiqotchilarimizni bu vazifani ustiga olishga rag'batlantirishni o'ylashdik. Bu tadqiqot temasiga ajratilgan xarajat hozirgi mo'lcharimizda $50,000 dan $80,000gacha. Rasmiy ish boshlash vaqti 2021-yili 6-oyning 1-kuni. Dokladni tamomlab bo'lish muhlati 1 yil, ya'ni 2022-yili 6-oyning 1-kuni. Material dastlab qaysi tilda tayyorlansa mayli, ammo dokladning oxirgi nusxasi inglizcha bo'ladi. Doklad tayyorlanib bo'lgandan keyin mushu sohada tajribalik xalqaroliq mutaxassislar va qonunchilarning ko'zdan ko'chirishiga suniladi. Mushu uqtirish e'lon qilingan kundan e'tiboran o'zini bu vazifani o'rindashga loyiqatli hisoblagan har qanday bir Sharq Turkistonlik vatandosh o'zining qisqacha tarjimoli va bu tadqiqot temasi haqidagi dastlabki planini taxminan 2-3 betlik qilib yozib, 5-oyning 5-kunigacha Dunyo Uyg'ur qurultiyiga topshirish kerak. İltimas qilguvchilar bir kishi bo'lsa-mu, bir guruh kishi bo'lsa-mu bo'ladi. Barliq iltimaslar topshirib elingandan keyin birma-bir qarab chiqilib, iltimas qilguvchi bilan ayrim-ayrim so'zlashish orqali oxirida eng loyiqatli deb qaralgan bir kishi yoki bir guruh bilan to'xtam tuzilib, ish boshlanadi. Agar ish birlik kishiga topshirilgan ahvolda vazifani topshirib olgan kishi keyin o'z ehtiyojiga ko'ra boshqa tadqiqotchilarni hamkorlashib ishlashga taklif qilsa bo'ladi. Ammo to'xtamda kelishilgan pulning miqdorida o'zgarish bo'lmaydi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2021-yil 10-aprel. Aloqalash uchun lozimlik bo'lgan el-xat hisobimiz va boshqa uchurlarni Dunyo Uyg'ur qurultiyining tor beti va Facebook sahifasidan topa olasiz.